Oyim bugun gazlarni yuvib tashladilar. Oyim har doim oshxonada bo'ladilar. Ikkinchi xonadadir. Hayron qoldim men. Rostdan ham qizlar, oshxona ikkinchi spalnimizda eng ko'p vaqtni o'ylab qarasam, oshxonada o'tar ekanman. Va o'zimizning milliy mahsulot bo'lgan Talaluxdan bugun shunaqa sredstvalarda tozalab oldim. Oshxonalarni yalt-yaltillardi. Asosiysi hidi yo'q, ortiqcha zararlarsiz. Обязательно перчатка ishlatib ishlatishni tavsiya qilaman va bolalar qo'li yetmaydigan joyga olib qo'yinglar. Bu ehtiyotkorlik choralari uchun. Talalux isboti mana chirklarni yaqindan olib ko'rsatganman. Ozgina qizdirib olib cho'g'immi, keyin sepib tashab yengilgina tozalaganim o'zida sirazi ketdi. Qizlar, shunaqa uborkalar kimga yoqadi? Sizlarga anti stressmi yo stressmi? Sahifamga obuna bo'ling va yoqqan bo'lsa like bosing.